Texnobazarda hali bunaqasi bo'lmagan. Ajoyib tanlov Premier kompaniyasidan 194 litrli morozinlik. Bu morozinligimiz past kuchlanishga ishlab beradi, ham pulingizdan, ham to'kingizdan tejab beradi. Bu morozinligimizning narxi 3 800 ming so'mdan sotilgan, hozirgi narxi 2 980 ming so'm. Morozinlikni 90 daqiqada muzlatishini siz bilarmidingiz? Artel kompaniyasida 270 litrli hajmga ega morozinligimiz. Elektr energiyani 30% gacha tejash, ishonchli qulf, 24 soatda yangidek saqlash, 4 tomonlama sovutish, 3 yilgacha kafolat. Bu morozinligimizning narxi oldin 5 600 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 4 950 ming so'm. Kimgadir kichigi, kimgadir kattasi. Artel kompaniyasidan xuddi shu funksiyalarga ega 400 litrli morozinligimiz. Bu morozinligimiz narxi 7 400 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 6 800 ming so'm. Arteldan xuddi shu dizayndagi morozinligimiz ham bor. Bu morozinligimizning hajmi 250 litr, 3 yilgacha kafolati bor. 4 400 ming so'm sotilgan morozinligimiz hozirgi narxi 3 880 ming so'm. Bu gigant morozinligimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan. Buni narxini eshitib muzlab olasiz. Bu morozinligimiz 8 100 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 7 200 ming so'm. Bunaqa arzon narxda morozinliklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning profilga obuna bo'ling. Bizning lokatsiyamizni Telegram sahifamizda topishingiz mumkin.